Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Qani bolajonlar, nega biror ishni boshlashdan oldin rejani tuzish kerak? Chunki reja ishni aniq va oson qiladi. Nega uyga vaqtida qaytish kerak? Chunki bu xavfsizlik uchun muhim. Qani, kim aytadi? Nega ota-onamiz so'zini eshitishimiz kerak? Chunki ular bizni yaxshi ko'radi va to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Nega ko'chada axlat tashlamaslik kerak? Chunki bu atrofimizni toza saqlaydi. Qani bolajonlar, nega biror narsani so'ramasdan olmaslik kerak? Chunki bu odob va hurmatdir. Nega yangi narsalarni sinab ko'rish yaxshi? Chunki bu bizni o'rgatadi va rivojlantiradi. Qani, kim aytadi? Nega hayvonlarga zarar yetkazmaslik kerak? Chunki ular ham jonli va mehrga muhtoj. Nega o'yinchoqlarni joyiga qo'yish kerak? Chunki tartib topish oson bo'ladi. Qani bolajonlar, nega yolg'on gapirmaslik kerak? Chunki yolg'on ishonchni buzadi. Nega yaxshi xulq-atvorli bo'lish kerak? Chunki odob insonning bezagi. Qani bolajonlar, nega yaxshi kitoblar o'qish kerak? Chunki kitoblar bilim va tarbiya beradi. Nega jamoada bir-biriga yordam berish kerak? Chunki birlik kuchdir. Qani, kim aytadi? Nega o'zimizdan kichiklarni asrashimiz kerak? Chunki ular bizga ishonadi. Nega sovg'ani minnatdorlik bilan qabul qilish kerak? Chunki bu odob va hurmatdir. Qani bolajonlar, nega ovqatdan oldin duo qilish yaxshi? Chunki bu minnatdorlik belgisi. Nega chiroqni bekorga yoqib qo'ymaslik kerak? Chunki bu energiyani tejaydi. Qani, kim aytadi? Nega suvni isrof qilmaslik kerak? Chunki suv hayot manbai. Nega o'rtoqlarimiz bilan adolatli o'ynash kerak? Chunki adolat do'stlikni mustahkamlaydi. Qani bolajonlar, nega qo'shnilarimizga hurmat bilan muomala qilish kerak? Chunki qo'shni yaqin qarindoshday bo'ladi. Nega yaxshi ish qilganda kibr qilmaslik kerak? Chunki haqiqiy yaxshilik samimiyatdan bo'ladi. Juda ajoyib. Bugun yana ko'p foydali narsalarni o'rgandik.